Salom azizlarim. Charchamayapsizlarmi? Demak, IT mutaxassisligi darsligimizning 2-darsiga xush kelibsiz. Oldingi darsimizda biz kompyuterning tezkor komandalarida to'xtab qolgandik. Ya'ni WinR bilan boshlangan buyruqlarda to'xtab qolgandik. Hozir esa buni davom ettiramiz. Demak, WinR birinchi navbatda mana sizlar ko'rib turgan oldingi klaviaturamizda, ya'ni virtual klaviaturamiz ham xuddi shu komanda orqali paydo bo'lgan. Buni chiqarib olamiz buni bu yerimizga. Ya'ni qaysi knopkalarni biz bosayotganligimiz haqida ko'rib borasiz. WinR mana WinR knopkasini bosganimizdan keyin ushbu chiqdi. Oxirgi marta biz o'rganib chiqqanimiz mcconfig. MC Computer Configuration esa konfiguratsiyasi demakdir. Asal buni pastroqqa tushirib, buni teparoqqa ko'taramiz. Demak, biz birinchi qiladigan narsalarimiz nimalardan iborat bo'ladi? Mana bu joyini to'liq tushunib olaylik. Ya'ni общий konfiguratsiya sistemida variant zapuska, ya'ni kompyuter yonayotgandagi holat va kompyuter yonishini nazorat qilishimiz va sozlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu oynada biz nimalarni sozlay olamiz? Birinchi общий, ya'ni hammasi olingan. Обычный rejim zapuska qo'yib olishimiz shart. Nima uchun обычный zapuska qo'yiladi? Oddiy zapuska. Chunki kompyuterimiz ishga tushayotgan paytda barcha driverlar, barcha xizmatlar va barcha bizga kerakli dasturlarni ishga tushirib tayyor holatga olib kelib qo'yadi. Agarda biz professional bo'lsak, выборочный zapuska qo'ysak bo'ladi. Выборочный zapuska o'zi tarjimasi ham aytib turibdi. Ya'ni tanlov asosida ishga tushirish. Mana bu dasturlar ishga tushsin, mana bu driverlar hamda mana bu xizmatlar ishga tushsin degan narsani tanlay olamiz. Bu bizga kerak emas. Kompyuterda yangi o'rganmoqchi bo'layotganlarga asosiy maslahat mana shu. Обычный zapusk. Har qanday Instagram yoki TikTok yoki umuman boshqa platformadagi har xil odamlarga aldanib qolmang. Kompyuteringizni tezlashtiradi, boshqa narsa yo'q. Bu diskomfort uyg'otadi mana bu. Выборочный zapusk. O'zi internetingiz ochiq yo'qolmaysiz, xavfsizligingiz ochiq yo'qolmaysiz yoki teskarisi bo'ladi bu yerda. Demak, обычный zapuskga qo'ydik. Загрузка degan joyimizda e'tiborli bo'layotgan narsamiz tizimimizda qanaqa operatsion tizim o'rnatilganligi, qayerga o'rnatilganligi hamda u bilan bog'liq bo'lgan sozlanmalar mavjud. Yana ikkinchi aldovlar bitta ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik aytadi timeoutni, ya'ni mana bu ko'rsatkichni qanchalik past qo'ysangiz kompyuter shunchalik tez ishlaydi. Yo'q azizlar, unaqa emas. Ko'rib qo'ysalar, mabodo chiqib qolsa rekomendatsiyadan yoki boshqa kimdir tavsiya qilsa, yo'q. O'zi normal holatda turadi bu. Bu yerda безопасный rejim, ya'ni nom bilan aytib, xavfsiz rejimni yoqib o'tishimiz mumkin. Bu yoqdagi barcha sozlanmalarga hali qaytamiz batafsil, chunki juda ham murakkab, juda ham tez ko'p slujba xizmatlar turadi bu yerda. Bu xizmatlarimizda barcha kompyuterimizga joriy ishlab turgan xizmatlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lsak bo'ladi. Demak, avtozagruzka oynasi. Avtozagruzka oynamiz esa bizda faqatgina dispetcher zadacha orqali, ya'ni Win, Shift, SK knopkalari orqali bizga paydo bo'ladi. Win, Shift, SK. Mana. Ushbu tugmalarni bosganimizdan so'ng bizda ushbu oyna ochildi hamda avtozagruzka oynasiga kirib olsak bo'ladi. Uzrman. Avtozagruzka oynasi nimani beradi degan savol o'z-o'zidan tug'iladi. Avtozagruzka nomi bilan aytib turibdi, ya'ni avtomat ishga tushirish. Kompyuterimiz ishga tushganda har qanday dasturni o'z-o'zidan ishga tushib ketishini o'chirib qo'yishimiz mumkin yoki
zararlangan faylni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni siz zararlangan faylni ushladingiz yoki virus ushladingiz, mana shu orqasida mana bu ushlaganingizdan keyin o'sha dasturni topib, bu yerdan o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Avtomat загрузка. U qanday qilinadi? Demak, kompyuterimizni eng avvalambor qaysi tizimlari bizga kerak kattalashtirib oldik. Mana bizda juda ham ko'p. Qarang mana. Eng qizig'i mana. Qarang, program turibdi menda. Bu avtozagruzkasi o'chiq, lekin piktogrammasi yo'q, ya'ni ikonkasi yo'q. O'ng tugma, открыть расположение ham yo'q, hattoki mana ko'ryapsizmi? Real vaqtda ko'rib chiqyapmiz. Demak, o'chirmoqchiman. Mana demak, qaysini o'chirsak, OneDrive ni o'chirib qo'yamiz. Mana marhamat. OneDrive. Aytibdi, OneDrive имя состояние включено. Endi tizimga bo'lgan ta'siri juda ham kuchli deyapti, высокий. O'ng tugma отключить. Tizimimiz o'chdi mana. Marhamat. Teams ham o'ng tugma отключить. Shunday qilib bizga kerak bo'lmagan, biz foydalanmayotgan har qanaqa dasturlarni o'chirib qo'ysak, kompyuterimiz ancha tezlashadi, ya'ni yonayotganda juda ham tez yonadi va tez ishlab beradi. Yomon kompyuter bo'lmaydi, chunki hamma kompyuterlar o'zini funksionalini, o'ziga belgilangan ishlarini qila oladi. Faqat unga yaxshigina nima kerak? Yaxshigina foydalanuvchi, ya'ni uni to'g'ri sozlay oladigan, uni to'g'ri bilan to'g'ri muloqot qiladigan odam kerak. Mana bu yerda avtozagruzka oynasidan o'tdik. Endi servis oynasi. Endi bu servis oynasiga biz batafsil yondashamiz. O'shaning uchun bemalol o'tirib olinglar. Demak, ketdik. O programma запуск. Shunchaki tizimimizda qanaqa qaysi operatsion tizim o'rnatilganligi haqida ma'lumot beryapti bizga. To'liq haqida ma'lumot beradi. Okey, chiqib ketamiz. Настройка контроль учетных записей. Yoqib qo'yamiz. Endi mana bu joyda bizga kompyuterimizni xavfsizlik darajasini ma'lum bir darajada ko'tarishni beradi. Bu nima degani? Mana 3-holatga olib kelib qo'yaman. Ya'ni kompyuterimdagi har qanaqa o'zgarish bo'lishini bizning kompyuterimiz o'chiq ekan. Ya'ni qanaqa o'zgarish? Dastur o'rnatilyaptimi, o'chirilyaptimi yokida ma'lum bir amallar bajarilyaptimi, yo'qmi? Biz u haqida hech qanaqa xabarnoma olmaymiz hamda unga hech qanday ta'sir qila olmaymiz. Ya'ni bu bo'lgan bo'ladi bu holatda. Ikkinchi holatga ko'taradigan bo'lsak, pastdan ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, faqatgina Windows, ya'ni operatsion tizimni sozlanmalari o'zgargandagina bizga xabar ber deyapmiz. Tuzat demayapmiz, xabar ber deyapmiz. Buni farqi bor. 3-rejimda o'taydigan bo'lsak, endi bu yoqda o'z so'zi bilan aytib turibdi. Agarda Windows foydalanuvchi, ya'ni uchetniy zapisda har qanday o'zgarishni aytmayman, qolgan barchasini aytaman deydi. Oxirgi rejimga yoqib qo'yamiz. Nima uchun oxirgi rejimga 4-rejimga o'tkazib qo'ydik? Har qanaqa dastur o'rnatilayotganda bizda 2 marta tasdiqnoma so'raydi. Har qanaqangi o'zgarish bo'layotganda bizda 2 marta tasdiqnoma so'raydi. Ko'pchilik aytishi mumkin, bu noqulay-ku, lekin qulay. Har qanday troyan viruslarni yokida masofaviy boshqarilayotgan viruslarni ushlab olgan taqdiringizda sizda ma'lum bir imkoniyat bo'ladiki, bu narsani bartaraf qilishga. Okey. Demak qo'ydik. Безопасность и обслуживание. Ya'ni безопасность bu nima? Bu xavfsizlik tizimi, обслуживание, xizmat ko'rsatish. Demak, запуск. Запускni bosdik mana. Изменение контрольных учетных записей mana hozir ko'rib chiqamiz. Восстановление, ya'ni tizimni o'z holatiga qaytarish, ya'ni agarda telefonimiz qotib qolsa yokida telefonimiz ishlamay qolsa,
ya'ni ya'ni dasturiy ta'minot jihatdan unga nima qilamiz? Zbros beramiz, xalq tilida aytganda. O'sha zbrosni to'g'rilashda joy. Birinchi настройка восстановления системы. Настройка qilishimiz kerak. Локальный диск настроить, включить hamda mana bu yerda biz mana 3% ni belgiladik. 708. Bu narsa individual hisoblanadi. Kimdir aytadi 500 megabayt yetadi yoki boshqa joylar yetadi va hattoki tizimni o'zi ham rezerv qilib qo'yadi-ku degan narsa bor. Yo'q. Bu narsani yoqib qo'ysak, kompyuterimiz qotib qolsa yokida qanaqadir bir virusning atakaga uchraydigan bo'lsa yoki bizni aybimiz bilan, foydalanuvchining aybi bilan tizim, sozlanmalar nosoz holatga kelib qoladigan bo'lsa, bizga taklif beradi. Tizimni oxirgi tizim yaratilgan sanaga qaytarib qo'yaymi? Ya'ni dasturlar o'chib ketadi faqat. Bizning ma'lumotlarimiz tegilmasdan qolib ketadi. Faqat dastur o'chib ketadi. Dasturlarni o'chirib oldingi holatga qaytarib qo'yaymi yoki tizimni yangitdan o'zi o'rnatasizmi? Bizga o'zini oldingi holati ma'qul bo'ladi. O'shanda yordam beradi. 1 minut. Okey. Nima uchun 7 gig berdim? Endi bu individual narsa. Eng kami 4 gigabaytdan yuqorisini maslahat beraman har doim. Okey. Zapisk mana. Zapisk qiladigan bo'lsak, bu aytadi mana. Xo'p, 30-kuni 30-dekabr 2025-yil 15:25 holatga qaytarib qo'yaymi deydi. Agar ha qiladigan bo'lsak, orqaga qaytaradi. Yo, выбрать другую qo'yadigan bo'lsak, bizga 2 xil sanani beryapti. Xo'p, 30-sana kuni 30-sana kuni qaytarib olamizmi yoki 1-sanani kechagi sanaga qaytaramizmi degan narsani beradi. Bizga ikkalasi ham kerak emas, chiqib ketamiz. Sozdание диска восстановления. Ya'ni alohida biz flash xotiralarga o'zimizni ma'lumotlarimizni saqlab qo'yishimiz mumkin ekan. Flash xotiralarga, ya'ni dali qilganimizdan keyin bu tizim o'zini o'zi tiklashni boshlaydi. Ya'ni tiklovchi tizimlarni yuklaydi, tizimlar olib keladi bizga. Demak, bu juda ham uzoq bo'lganligi uchun adminni bosib qo'yamiz. Bu narsaga hali batafsil yana qaytamiz. Chiqib ketdik bu yerdan. Ustроение поклад Windows, ya'ni tizimdagi kichik bo'lgan har qanaqa muammoni yoki tizimdagi bo'lgan o'zgarishlarni yozib boradigan hamda imkon qadar o'zi bu narsaga yechim berib, o'zi avtomat ravishda to'g'rilaydigan dastur bizning yordamchimiz. Ishlaydimi deysizmi? Afsuski yo'q. Ko'p holatlarda ishlamaydi. Ko'p holatlarda ishlamaydi. Ko'pchilik aytadi, ha, ishlashi mumkin. Shunchaki sizga maslahat berishi mumkin. Qaysidir ma'noda foydali koeffitsiyentini hisoblaydigan bo'lsak, 5 yoki 10% bo'ladi. Undan yuqori emas. O'shaning uchun ketdik. Xo'p, mana bu yerda yo'qdik. Запускать 4 ta bizda tanlovni qo'yib. Ne запускать? Kerak emas bizga deyapti. Ikkinchisi, tizim buzilgan holatda birinchi meni ogohlantirib ishga tushirayotganingda va har qanday harakating haqida menga ma'lumot ber degani mana bu ikkinchisi bo'ladi. Ya'ni tizim avtomat ishga tushganda bizga xabar beradi, aytadi, deydi, ishga tushaymi yo'qmi deydi. Yo'q deymiz yoki ha deymiz, ketadi. Endi 3-rejim запускать автоматически уведомление. Ya'ni avtomat ishga tushir va meni xabardor qil. Menimcha eng optimal variant mana shu. Ya'ni tizim avtomat ishga tushadi. Agarda inson omili, ya'ni biz kerak bo'lmasak, ma'lum bir darajadagi 10 ta muammodan bittasini yechishi mumkin, ehtimoli bor. Shuni yoqib qo'yamiz. 4-rejim запускать автоматически не уведомление. Ya'ni avtomat ishga tushirib foydalanuvchiga xabar bermaslikni buyurib qo'yamiz. Bizga 3-si ma'qul.
Eng ma'quli mana shu. Meni tavsiyam ham mana xuddi mana shu. Demak, chiqib ketdik bundan ham. Управление kompyuterim. Запуск. Ya'ni kompyuterimizda to'liq boshqaruv paneli desak ham bo'ladi qaysidir ma'noda. Bizga kerakli bo'layotgan narsa dispetcher устройств. Ya'ni kompyuterimizda qanaqa qurilmalardan tashkil topgan yoki qanaqa qurilmalar bor? Kompyuterimizda qanaqa qurilmalar bor? Qanaqa texnologiyalar bor yoki qaysidir qurilma to'g'ri sozlanganmi yoki noto'g'ri sozlanganmi? Ko'rib chiqamiz. Mana bizda bittasi bor ekan mana. Mana shuncha Bluetooth. Mana Bluetooth dasturlari bizda ishlamay turgan ekan. Ustiga bosib, обновить bosdik. Avtomatически o'zimiz qidiryapmiz, yo'q deyapti. Mayli. Bu narsaga keyingi darslarimizga qaytamiz buni. Mana bunga. Demak, qolganini video adapterlarimiz joyida, ya'ni xalq tilida aytayotgan video kartang necha deydi-ku, xuddi o'sha narsani mana bu yerdan ko'rib aytsangiz bo'ladi, marhamat. Mana RTX 3050 Ti degani bemalol ayta olasiz. Uni kuchi haqida ma'lumotga ega bo'ladigan bo'lsangiz, mana nechilik seniki desa mana aytasiz. Turli meniki deb. Demak, ketdik. Управление diskimi. Kompyuterimizdagi xotiralar haqida ma'lumotga olyapmiz. 100 mana 800, 238, 238 mana 4 ta diskimiz bor ekan. Summarni hisoblaydigan bo'lsak, 700 gig, 750 giglar bo'lib biz. Bu narsa yetadi. Bizni foydalanishimizga yetadi. Agarda siz o'yin o'ynayotgan bo'lsangiz, o'ynamoqchi bo'lsangiz yoki katta dasturlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, katta ma'lumotlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, sizga bu albatta kamlik qiladi. Eng kamida 4 terabaytni tavsiya qilinadi sizga. Demak, bu yoqdagi ma'lumotlar haqida yana to'liq hali bundan keyingi darslarimizda bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Demak, buni tushundik. Chiqib ketdik. Сведение sistemi, ya'ni tizim haqida ma'lumotlar ber. Tizim haqida to'liq ma'lumotlarni berib, mana hamma tizim haqida har qanaqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi uni. Bu spravishnik tizim haqida ma'lumotlarni beradi. Bular haqida ham hali mana to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Demak, ketdik. Просмотр событий. Kompyuterimizdagi oxirgi bo'lib o'tayotgan ishlar, ya'ni qaysi dasturlarni o'chirdik, qaysi dasturlarni o'rnatdik hamda ayni paytda kompyuterimizda qanaqa dasturlar ishlayapti, shunga o'xshagan ma'lumotlarni ko'rib olsak bo'ladi. Jurnal, приложение, marhamat. Barcha ma'lumotlar bor. Безопасность. Mana безопасность, sistema mana перенаправление mana bemalol. Ya'ni har qanaqa tizim o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlarni yozib boriladi. Kompyuterda yokida telefonda bo'lsin, umuman raqamli texnologiyalar hammasida issiz biron bir narsani qilishni umuman iloji yo'q, azizlar. Kompyuter ham, telefon ham, boshqa qurilmalar ham, umuman qurilmalar har bitta xatti-harakatingizni ma'lum bir joyga saqlab boradi. Bu ma'lum bir vaqtdan keyin o'tishi mumkin, lekin to'g'ridan to'g'ri siz o'chira olmaysiz. Bu juda qiyin masala. Jurnal приложение, ya'ni dasturlar haqida to'liq ma'lumotlar bor. Dasturlar haqida emas, kompyuterimizga o'rnatilgan zaruriy dasturlardan Internet Explorer, provodnik, o'shalar haqida ma'lumotlar beradi hamda ular bilan qanaqadir amal bajarilgan bo'lsa, shu narsani ko'rsatib beradi. Programma, запуск. Marhamat. Kompyuterimizda qanaqa dasturlar bor, qanaqa dasturlar o'rnatilgan hamda o'rnatilgan dasturlarni o'chirishimiz mumkin, redaksiya qilishimiz mumkin, ya'ni o'zgartirishimiz mumkin yoki tiklab olishimiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, Word dasturi kech ishlayotdi va bugun keldingiz kompyuterga yoqdingiz, Word dasturi ishlamayapti. Nimagadir ishlamayapti.
ishlayotdi. Xuddi mana shu yerda qayta восстановление berib yoki qayta o'rnatib, ma'lumotlaringizni, sozlanmalaringizni yo'qotmagan holatda qayta qilsangiz bo'ladi. Buni qanday qiladi? True Tools. Mana men aytaylik True Tools. Bosdik dastur bosganimizdan so'ng mana удалить изменить chiqadi. Bosdik. Bu yerda so'rashyapti. O'chirasanmi yoki yopasanmi deb. Biz o'chirish ma'qul topdik. Komplement. Agarda bizda mana BlueStackni ham o'chiraylik mana. Ya'ni o'zgartirishning iloji bo'lmasa, bizga faqatgina mana удалить tugmasi chiqadi. Agarda uni to'g'irlash imkoni bo'lsa, bizda mana восстановить tugmasi chiqadi. O'shanga qarab turib biz barcha ma'lumotlarni yodlashimiz mumkin yoki o'chirib tashlashimiz mumkin. BlueStack uni ham o'chirib tashlayapmiz. Udalить. Barcha dasturlarda mana kerak emas bo'lgan dasturlarni o'chirib tashlayapman. Bu juda ham oddiy va foydali kompyuteringizga. Kompyuteringizga faqat o'zi foydalanadigan dasturlarni qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, kompyuteringiz ancha yengillashadi. Mana shuncha dasturlarimiz bor, shuncha narsalarimiz bor. Kundalikda bulardan 30% dan foydalanaman xolos. Mana shu joyiga e'tibor bering. Faqatgina 30% ga men ishlayman. 30% bilan har doim ishlayman. Demak, bu dasturdan chiqib ketdik. Свойства системы. Запуск. Tizim haqida ma'lumot, kompyuterimizni nomi, kompyuterimizga qanaqa CPU, ya'ni protsessor o'rnatilgan, operativ xotirasi qancha, kod qancha, kodi necha, nima, pamyat 715 ekan, 4 GB video adapterim bor ekan, 16 GB teskari xotiram va protsessorim AMD Ryzen 6800H ekan. Va tizim ma'lumotlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldik. Demak, endi bu yerlar bugungi darsimizda deyarli mana shu. Yana o'rganib chiqamiz bularni. Har bitta tezkor komandalar, funksiyalar nima, qanaqa funksiyalarda o'rganiladi, qaysi bir funksiyalarda nima ishlar qilsa bo'ladi yoki kerakli bo'layotgan eng top 20 ta tezkor komandani o'rgatib qo'yaman. Bu nimalarga yordam beradi sizga? Bu narsa sizni kasbingizni, yo'nalishingizdan qat'iy nazar barcha korxona va tashkilotlarda ishlatiladi va sizga bevosita yordam beradi. Bu narsani hamma narsasini bilishim shart emas degan noto'g'ri fikrga bormang. Siz o'qituvchi bo'ling, siz buxgalter bo'ling, siz korxona rahbari bo'ling yoki boshqa sohada vakili bo'ling, kompyuterga ishingiz tushyaptimi, demak 100% mana ularni bilishingiz kerak. Bu zamonaviy tilda aytgan, bazaviy minimum, ya'ni oddiy foydalanuvchi bilish kerak, zarur bo'lgan narsalar bular. Demak, yana qanaqa dasturlarda o'rganmoqchisiz? Yoki darslarimiz umuman yoqyaptimi? Izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Offline o'qimoqchi bo'lsangiz, marhamat, biz sizni kutib qolamiz. Onlayn o'qitishimiz faqat jonli onlayn bo'ladi. Ya'ni grup ochilib, sizga video fayl tashlab qo'yilib, video faylni aylantirib o'tirmaysiz. Shunchaki onlaynmi? Haqiqatan onlayn bo'ladi. Offlaynga ham, onlaynga ham bitta guruhimizda 10 nafar deb xato gapirmaylik, 10 nafar tinglovchini qabul qilamiz. Qanaqadir savollaring bo'lsa, marhamat kutib qolamiz. Sog' va salomat bo'linglar.